Vatandoshlar jamoat fondi kelib Tojikistonda tez tadbirlar tashkil qilib uyushtirib turibdi. Vatandosh yoshlarga bir ilhom beryapti. Ularni yana ham bilimga, o'qishga, intilishga, qolaversa hayotga yana ham mehr muhabbatini oshirib, yanada o'z ustida ishlashiga sababchi bo'lmoqda. Jamal Alisher Navoiydan keyin o'zbek shoirlari orasida 4 devon tuzishga muvaffaq bo'lgan yagona shoirdir. Biz bugun haqiqatan ham boshqa bir kayfiyatga, boshqa bir olamga kirgandik.